Hoy qiz, menga qara. Voy, namuncha bu matohingni mushlaysan, a? Tuni bilan boshim og'rib chiqdi. Endi ko'zim ilindi deganda, uyqumni ham harom qilding. Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi dam olmadim. Menga qara, hadeb anu sakraverib, echkiga o'xshab, u yoqdan bu yoqqa sakraguncha. Mana buni yig'ishtirib, qiz bolaga o'xshab ish qilsang bo'lmaydimi, a? Ro'zg'orni, osh-ovqat qilishni o'rgansang bo'lmaydimi? Vaqti kelsa, hammasini o'rganaman oyijon. O'zim shug'ullanmay turib, qanaqa o'quvchilarimga mashq qildiraman. Bo'ldi, menga qara, vaqti keldi. Yig'ishtir bu ishingni. Undan ko'ra, tikuvchiliknimi, pazandachilikni o'rgansang bo'lmaydimi, a? Nima, ertaga kelgan sovchilarga qizingiz nima ish qilishni biladi deb so'raganda, qizim faqat mushlashni biladi, boshqa ishga o'quvi yo'q deymanmi, a? Agar meni mushlashim yoqmayotgan bo'lsa, o'zingiz teyavering o'sha sovchilaringizga. Men unaqa hamma narsadan ayb qidiradigan odamga turmushga chiqmayman. Nima? Bu yoqqa kelsang qiz? Nima deganing bu? Hoy ahmoq. Yetvaring, Onasiga ham shunaqa deydimi? Hali qo'limga tushasan-ku. Ha. Hozir meni ko'rasan. Ey! Voy! Bermayman. Ber bu yoqqa. Bermayman. Ber bu yoqqa. Bermayman. Hey. Ertalabdan nima baqir-chaqir? Bo'ldi. Mana buni yig'ishtirsin endi. Undan ko'ra qiz bolaga yarashadigan bir kasbni boshdan tutsa bo'lmaydimi? Meni kalaka qilib qochib yuribdi u yoqdan bu yoqqa. Ha, nima qilsin endi bechora? Tinchgina bolalarga murabbiylik qilib yuribdi-ku. Seni gapingga kirib, katta sportni ham tashladi. Endi o'quvchilarni chempion qilmoqchi. Buni nimasi yomon? Ertaga birovga uzataman desangiz, qizim boksyor, o'quvchilarni o'qitib chempion qilmoqchi deysizmi? Ha, nima bo'pti shunga? Ustozlik ham sharafli kasb-ku. Ajab bo'pti. Boring. Sizlarga o'zi ota bolaga gap o'qtirib bo'lmaydi. Men nima dardda-yu, sizlar nima dardda? Onasi, sen qizingni taqdirini hadeb o'ylab siqilaverma. Xudo xolasa, qizimizni tushunadigan, qo'llab-quvvatlaydigan yigitga turmushga beramiz. Buni ko'ramiz hali. Qani yur. Undan ko'ra birga nonushta qilamiz. Mana shu zormandan o'rniga bir qo'liga cho'michimi kap kirmosa bo'lmaydimi, a? Xo'p, Botir aka, hisobotlarni hozir sizga Telegram orqali yuboraman. Xo'p bo'ladi. Hozir boraman, xo'p. Hay, to'xta. Oyi, men ishga ketdim. Juda ham shoshib turibman. To'xta. Oyi, ishga kech qolyapman. Ishing qolib ketmaydi, to'xta. Kechqurun kelaman, gaplashamiz, xo'p. To'xta, sabr qil. Oyi, kuchyapti axir. Bir kun kech borsang hech narsa bo'lmaydi. Shu zarurmi hozir? Zarur. To'xta, mana bularni qara. Ammang topgan. Qara, xolang topgan, anu qo'shnimiz ham topgan. Qara. Oydakkina qiz. Mana buni katta xolang topgan. Mana bularni qo'shnimiz topgan. Qara, oydek qizlar-ya. Ko'rgin dedim senga. Botir aka, mana shu fayl ichida bo'lish kerak hisobotlar. Uchrashuvga chiqasan. Uylan desam qochasan, tumtaraqay bo'lib, bahona qilib. Endi unaqasi ketmaydi. Bo'l, tanla. Xo'p, oyi, xo'p. Hozir shu muhimmi? Topgan vaqtingizni qarang. Axir ko'rib turibsiz-ku, shoshib turibman, oyi. Uylanasan dedimmi, uylanasan. Tamom, vassalom. Qani oyi, mana bitta ko'ring. Ko'r. Oyi, boshqa ishim yo'qmi hozir? Ishdan kelib bemalol ko'raman. Topgan vaqtingni bu yerda Farzonaning rasmi yo'q-ku. Bir kami endi o'sha qoluvdi. Bokschini kelin qilishim. U yaqin dugonam, ham yaqin qo'shnimiz-ku. U bokschi bo'lgani bilan juda ham aqlli qiz. Shu fayl ichida bo'lish kerak. Bitta ko'ring, oyijon. Ha, bo'pti, bor, olib chiq. Oyijon, iltimos. To'xta. Bo'la qol.
oydakkina qizlar ya. Botir aka, mana shu fayl bo'lishi kerak. Yo'qmaydi. Shuni ichida aniq bor aka, ochib ko'ring. Mana qara, hammasi oydakkina qizlar ya. Tavba qildim. Mana oyijon. Juda qachon uylanasan hayronman. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Hammasiga chidadim. Ishga shoshib turgan paytim shu ishingiz Endi hozir uylanasan. shartmi, oyi? Mana shu qizlarning ichidan bittasini tanlaysan. O'zingga yoqqanini. Ha. Shu bugun bittasini tanlaysan, shu bilan uchrashuvga chiqasan. Qani? Uchrashuvga chiqishim kerakmi? Ha, chiqasan. Mana. Mana shu qiz bilan uchrashuvga chiqaman. Voy, Bo'pti, men ketdim. shoshma, shoshma. Farzona-ku oyi. Uchrashuvga chiqasan, bilib qo'y. Shundan boshqasiga uylantirmayman. Tamom, vassalom. Voy, assalomu alaykum. Anaqa, Nozim uydami? Oldin Ha, uyda. keldim. Oyim perchatkam otib yoribdilar. Shu ertalabdan hazillashmoqchi bo'lib. Nima kulyapsiz? Yo. Ertalabdan kayfiyatim yaxshi. Nozma uyda. Kirib ovaversangiz bo'ladi. Aha. Tavba qildim. Masxaraboz ko'rganda erishayadi menga. Nozi? Tavba. Xotin shunaqa bo'lsa-ya. Qosh qovog'iga qarab kuni o'tsa kerak. Voy, choy ham biram bemaza damlabdi. Kelin olmasam bo'lmaydi. Tuzukroq ham damlamabdi choyni. Assalomu alaykum, oyi. Ha, ke bolam ke. Va alaykum assalom. Charchamadingmi? Bo'ladi. Har doim meni mana shu yerda kutib o'tirasiz, oyi. Ko'rinishingdan juda charchaganga o'xshaysan, ha? Ha, biroz. Mana nima uchun senga uylan deb javrayman. Mana shunaqa ishdan charchab kelsang, qo'l oyoqlaringni uqalab qo'yadi. Ha, shiringina ovqatlaringni, issiqqina choylaringni damlab keladi. Shirin gaplar bilan ko'nglingni ko'taradi. Oyi, qiziq gaplarni gapirasiz. Shunaqa qiz bormikan hozir, oyi? Albatta bor. Sen uchun albatta kelinlik nomzodlarni topib qo'yganman. Bolam, nahot birortasiga ham yuraging jiz etmasa-ya? Yo ko'nglingda birortasi bormi, a? Ko'nglimdagi qizni hali uchratganim yo'q. Ha, unda ammang topgan qiz bilan uchrash, a? Ertalab kim bilan uchrashuvga chiqishimni kelishib olgandik shekilli. Nima? Sen meni ustimdan kulyapsanmi? Nima? Sen o'sha qizga uylanmoqchimisan? Juda yaxshi. Uylan. Ertaga Xolidanikiga sovchilikka chiqaman. Ko'ramiz. Nimani bahona qilarkinsan? Oyijon, nega asabiylashasiz? Nima? Bokschi qizni tanlasam, oyim rozi bo'lmaydilar deb o'ylagansan-da? Yo'q, oyi. Shunchaki hazillashgandim-da. Hech qanaqa hazil-faziling o'tmaydi. Tayyorlan. Ertaga uchrashuvga chiqasan. O'sha bokschi meni. Tamom, vassalom. Ey oyijonim, ey. Oddiy hazilni ham chinga burib yuborsalar. Mayli. Uchrashsam uchrashaveraman. Javobini so'rashganda qiz yoqmadi deb qo'ya qolaman. Xullas, shunaqa gaplar qo'shnijon. Ikkalamiz ham
bir necha yillardan beri bir-birimizni juda yaxshi bilamiz. Bordi keldi bo'lib, opa-singillar bo'lib ketdik. Endi shu munosabatlarni qarindosh urug'chilikka ulasak degandim. Endi bilmasam opajon, qani bir dadasi kelsin-chi, bir maslahatlashib ko'raylik bo'lmasa. Endi o'shandan keyin biror narsa deyishim mumkin. Qo'ysangizchi, dadasi bilan maslahatlashib, to'g'risi, undan ko'ra yoshlar uchrashsin, yaqinroqdan tanishsin, gaplashsin, ko'ngillarini bir-birlarini bilsin. Qolganini keyin gaplashib, maslahatlashib olaveramiz. Endi mayli-ku opa. Bilasiz-a, faqat qizim sal erkaroq. Endi bitta farzand bo'lgani uchun dadasi ham ko'ngliga qarab sport tugaragiga berganlar xabaringiz bor. Shundan buyon bu qiz umuman bir qiz bolaga o'xshab ko'ylak shton kiymaydi opa. Endi o'sha tomonlarni o'ylab sal xijolat bo'lib, to'g'ri kelarmikin deyman-da opa. Siz xavotir olmang. Alloh insonni bekorga loydan yaratmagan. O'zim qaysi shaklga eksam, egib olaman. Agar shu qizingiz menga kelin bo'ladigan bo'lsa, o'zim yo'limga sovolaman. Voy, opajon, juda bir ishni ko'zini biladigan aqlli ayolsiz-da. Ha mayli, nasib qilsa yoshlarimiz baxtli bo'lar. Taqdir bo'lsa opa. Ilohim aytganingiz kelsin. Ilohim. Ilohim. Qani, oling choydan. Somsaladan oling. Ha. Ma. Maya qara. Bu uchrashuv, to'y degan narsalar qayerdan chiqdi o'zi? Nimaga menga avvalroq aytmagansan? Nimaga men aynan sen akam bilan uchrashishim kerak? Bu ham taqdirda dugonajon. Ha nima, akamga kelin, menga kelin bo'lsang yomonmi? Bir dugona bo'lib yurardik. Menga qara. Men akangga to'g'ri kelmayman. Sen akangga nozlanib yuradigan tannoz, modnitsalar yoqadi. Men unaqa emasman. Voy, sen ulardan ortiq bo'lsang ortiqsanki, hech kam emassan. Faqat mana bu kepka, mana bu kiyimlaringni alishtirib olsang bo'ldi. Qo'y o'rtoq, mana shu ishni boshlamaylik. Kerak emas. Men o'zini hayotida tinchgina yashab yurgan odam bo'lsam, kelinlikka hali tayyor emasman. Men uchun bir marta chiqib ko'r o'rtoq. Akam sen rasmiyni bekorga tanlamagandirlar. Bu ham bitta yaxshilikka ishoradir. Mana shu voqeani eslatib uyaltirurmagan odamman. O'sha payt esimda, akamni ustiga boks qo'lqoping tushganda, voy ularni ko'rsang, o'zimni zo'rg'a kulgidan ushlab turdim. Kulur shunaqa, kulur. Senga faqat men ustimdan kulish bo'lsa, Arosa kulgili bo'lganda-da axir. Voy, tur. Uchrashuv kech qolasan, kiyimlaringni kiyib chiq. yo'q, men shu kiyimda boraveraman, o'zi zo'r turibdi. Voy, jinni bo'lib qolganmisan? Kim uchrashuvga shu kiyimda boradi? Men Tur. Bekorlarni aytibsan. Oying Turkiyadan olib kelgan kiyimlarni ana, jabon rohatini ko'ryapti. Bir marta ham kiymading. Qani bitta kiyib chiq, bor. Bor. Kiyib chiq endi. odam ovora qilasan faqat. Farzona, bo'la qol. Vaqt bo'lib qoldi. Hozir chiqaman. Namuncha besabrsan? Voy. Qanaqa? Voy, Farzon. O'zingmisan? Shunaqa ochilib ketding, tasavvur ham qila olmaysan.
Faqat shu sochlaring biroz to'g'rilab qo'yamizmi? Hozir qilaman sochimni. Nima? Sportivniy kiyim yuradi degani hech narsaga farosati yetmaydi deganimi? Bilaman sochim yaxshi turmaganini. Hozir to'g'irlayman kirib. Yur. Bo'pti, bila to'g'irlaymiz. Bo'pti, men o'zim to'g'rilashga yordam beraman. Yur, oyim dazmollari bor, o'shani to'g'irlaymiz. Namchi kech qoldi bu qiz. Shunday salom alik qilaman u ketib boraman. Yoqmaganni o'zi uchun olsa kerak. Chiroyli qiz ekan u. Tanishib o'rardim u. Men kutayotgan qiz boshqada, afsus. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Boshqa birovni kutyapsiz shekilli. Yo, Farangiz, haligi Yo, Farzona. Uzr. Sizni uzoqdan tanimabman. Ha, yaxshi. Haligi juda ham ochilib ketibsiz. Men ko'rgan Farzonadan asar ham qolmabdi. Rahmat. Uzr. Gul olish uchun polisdan chiqib qopti. Mayli, tushunaman sizni. Men bilan uchrashishingizni kutmagansiz-da. Yo'q. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Bu safargi uchrashuv hisob emas. Keyingi safargisi o'zgacha bo'ladi. Balki keyingi safar uchrashmasmiz. Bekorlarni aytibsiz. Shunday chiroyli qizni qo'ldan chiqazib yuboradigan ahmoq yo'q endi. Nima dedingiz? Albatta, Xudo xohlasa keyingi safar uchrashamiz deyapman. Yuring, aylanib kelamiz. Mayli. Marhamat. To'g'risi, uydan juda ham shoshib chiqdim. Shuning uchun pul olish esdan chiqib ketdi. Yo'q. Shuning uchun keyingi safar uchrashishga majburmiz. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Ha? To'xta. Qani bu yoqqa ketchi. O'tirchi. Xo'sh. Qani gapirchi. Uchrashuv qanday o'tdi? Yaxshimi? Yaxshi, oyi. Qiz yoqdimi? Bo'ladi. Bo'ladi deganing nimasi? Aniqmi? O'ylab ko'r. Bu bir umrlik umr savdosi deyilgan. Buni qo'l uchida ko'rmagin. O'ylab ko'rdim, oyi. Qiz menga ma'qul bo'ldi. Ko'z oldimizda birga o'ynab katta bo'lgan bo'lsak ham, Farzonani yaqindan bilmas ekanman. Yaxshi, yaxshi. Unda ertaga Xolidaxonikiga chiqib bir gaplashar ekanman-da. Mayli, oyi. Men ketdim. Dam olaman. Ovqat yemaysanmi? Yo'q, qornim to'q. Choy ichib olgan edim yo'lda. Ha. Farzonaxon bilan birgami? Ha, endi. Yaxshi, yaxshi. Mayli. Dam ol, bolam. Yaxshi, dam oling, oyi. Xo'p.
o'g'limga achchiq qilib, ish qilib yaxshi qaror chiqargan bo'layin. Ha. Ertaga sportchi kelin bo'lib, bizni oilaga ko'nikib ketarmikin? Salima, ya, nimalar qilib qo'yding? Va'dani kattasini berib qo'yding. Endi oxirigacha kurashib, shu qizni uyga olib kelasan. Ana. Ha, Kinoyi. Uyimizda charchab qolmadingizmi? O'rganib qoldingizmi? Yo'q. Rahmat, hurmatli qayni singiljon. Lekin o'zingiz ham qarashib olsangiz ham yaxshi bo'lardi. Voy, albatta, jonim bilan. To'xta. Sizlashib gaplashish shartmikan? Oldingi dugonalarda sansirab gaplashaveraylik. Ha? Bekorlarni 5 tasini yeyapsiz-da? Bu endi dugonang kelin. Sen esa qayin singilsan. Shunday ekan, bir-biringlarni sellamasdan hurmatlaringlarni joyiga qo'yinglar. Xo'p bo'ladi, oyijon. Baxtli bo'ling. Qo'sha qaranglar. Baxtli bo'ling. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum Baxtli assalom. bo'ling. Rahmat sizga ham. Ko'ylak kiysa binoyidek qiz ekan. Bilib ishinglarni qilinglar. Xo'p, bo'ladi oyijon. Ha. Eshitdingmi? Sizli ekansan. Sanam. Qani uyingga kirchi? Urgildim senda qaqsa. Oyi. Xolida. Quda. Karmi nima bo'la eshitmaydi. Ola bey. O'zi bosing. Sen Bo'ldi, oyi. kimdir? Tinchlikmikan? Shuncha chaqiraman eshitmaydi. Assalomu alaykum. Keling quda. Yaxshimisiz? Yaxshi keldinglar. Yaxshi emasmiz. Assalomu alaykum. Qizingizni olib chiqdim. Mana. Qanaqa tarbiya bergansiz bu qizingizga? Mana qarang, o'g'limni ko'zini ko'kartiribdi burrib. Shunaqa ham betarbiya bo'ladimi, a? Menga qarang quda. Siz meni qizimni betarbiya deyapsizmi? Ha? Ha, endi mana bu o'g'lingizdan biron bir ayb o'tgan bo'lsa kerakki, qizimdan kalta yegan. Voy, To'ppa-to'g'ri. voy. Ey. Ha, o'zi betga chopar siz ekansizda, ha? Sizdan o'rganganda bu ham betga choparlikka. Menga qarang, men sizga qizimni majburlab uzatganim yo'q. O'zingiz xohlab bilib kelin qildingiz, to'g'rimi? Mana oling qizingizni. Oling. Boshingizda Oyi. qolsin qizingiz. O'zingizni bosing. O'zimni bosmayman. Menga qarang, bizni haqorat qilishga sizga kim huquq berdi, a? Qani aytingchi? Men bu o'g'lingiz latta bo'lmaganda, qizimdan kalta yeb yurgan bo'lmasdi. Nima deding? Sen meni o'g'limni latta dedingmi? Oyi. Ha? To'g'ri gapni aytdim. Ko'rsatib Oyi, qo'yaman oyi, senga latta oyi, qo'yib yuboring. Nimani ko'rsataman? Ko'rsatdim, dilingizni yozaman. Qo'yib boramangni. Qo'yib boring. Bo'ldi, qilinglar. Oyi, bo'ldi, qilingizchi, qo'yib yuboring. Xolida. Ortiq bo'ladi. Xudoga shukr ey. Yaxshiyam uyg'onib qoldim. Bo'lmasa narigi dunyoga jo'natarding. Ana o qizingiz kuyovimizni urib ko'zini ko'kartiribdi. Tush ko'rma yo'l. Halakat. Tushga nimalar kirmaydi? Uyquni ham beliga tepding. Bori. Xudoyim. O'zing asragina.
Farzona, Labi, oyimni dugonalari kelar ekan. xabarim bor. Mana buni o'qib ko'rchi. Sen qilishing kerak bo'lgan ovqatlarning ro'yxati. Voy. Shuncha narsa pishirar ekanmanmi? Ha, epla olaysanmi? Muammo emas. Internetdan o'rganib qilaveraman. Binoyida o'zbek qizlariga o'xshab qolsan. Odam ham shunchalik o'zgaradimi, ha? Voy. Oldin qanaqa edim? Oldinmi? Voy. Mana shu qilganingizga. Voy, kechiring, men bilmasdan. Yomon dedim, shunchalik uzr, men bilmagan edim. Hazillashdim. Nimaga ustimdan kulaverasiz, a? Men rostdan deb o'ylayman. Bo'pti. Men ketdim. To'polon qilmasdan aqlli qiz bo'lib o'tirgan. Men nima sizga yosh bo'laman to'polon qiladigan? Aslida yosh boladan ham battarsan. Yaxshi bo'pti. Bo'pti. Men buni kim olib keladi? Olib kelish shart emas. Hammasi uyda bor. Faqat pishirish kerak. Oyjonni maqsadi obdon meni sinovdan o'tkazish bo'lsa kerak. Hormang kelin. Charchamayapsizmi? Yo'q, rahmat. Ha, yaxshi. Yaxshi. Men ham juda kelinimni qiynab qo'ydim-da. Kechasi bilan hamma yoqqa saramjon sarishta qildi-ya. Hech qayerda choy yo'q. Yaxshi. Oyjon, oshga harakatni boshlayveraymi? Ha, boshlayvering. Faqat gazda emas, o'choqda qilasiz. O'chog'ida? Ha? To'g'ri eshitdingiz, o'choqda. Dugonalarim o'choqni oshini juda yaxshi ko'rishadi. Xo'p bo'ladi, oyjon. Nozima ham sizga yordamlashib boradi. Rahmat. Nozima baraka topsin. Ha. Hamma narsani joy-joyida qilib qo'yinglar, xo'pmi? Yana dugonalarim oldida uyalib qolmayin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Choy qaynab ketdi. O'chiring. Mayli, xo'p. Yaxshi. O'choqda osh. Alloh o'zingga shukr. Farzona? Nega sen boks tanlagansan? Senga nimasi yoqadi? O'zingizchi? Nimaga futbol yoqtirasiz? Men futbol o'ynasam maza qilaman. Futbol ko'rsam, boshqacha zavq olaman. Menda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Boks ko'rsam, mamnaqa qilib ringga tushsam, shunaqa yoqadi, ayniqsa mamnaqa ursam. Ay! Voy, nima bo'ldi? Yomon tegdimi? Jinnimisan? Nimaga urasan? Yomon tegdimi? Voy, kechiring meni. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Oyi, biz shunchaki hazillashayotgandik. Hazilinglar qursin. Shunaqa ham yomon hazil bo'ladimi? Ha, qo'li sinsa nima bo'lardi, qo'li?
A? Xavotir olmang, oyi. Hammasi joyida. Shunchaki, hop, mashq qilyapmiz. Nima endi? Kelinim o'g'limni urmasin deb yuragimni hovuchlab yuramanmi, a? Oyi, juda ham ko'p xavotir olasiz-da. Yaxshi hammasi. Hazilinglar qursin. Bunaqa hazillashmaylar. Ey! Qo'lingga ehtiyot bo'lgin. Hamma yerga cho'zaverma. Yuragim chiqib ketdi. Taysonga shogird tushganmisan? Qo'lim ishlamay qoldi. Rostdan yomon o'rdimi? Keling, men o'zim uxlab qo'yaman. Yaxshi bo'ldimi? Mana shunaqa qilsa yaxshi bo'ladi-da o'zi. Voy bolam, ey. Bolam, aniq bir haftada qaytasanmi? Bilasan-a? Keyingi hafta tug'ilgan kunim. Xavotir olmanglar. Xudo xohlasa, qaytish biletlarini olib qo'yganman. Bir haftada yangi shartnomalarni hamkorlar bilan imzolab, qaytib kelaman. Ha, yaxshi borgin. Safarlaring bexatar bo'lsin. Faqat jon oyijon, xavotir olmay o'tiringlar iltimos. Akajon, bizga sovg'a olib kelib, ovora bo'lib o'tirmang, xo'p? Oy mug'ombiri. Sovg'a sizlarda aylansin. Senga alohida sovg'a olaman. Ha, pismag'ay. Oyi, qani bitta duo qilib bering. Oy borib omon qaytgin. Safarlaring bexatar Amin. bo'lsin. Allohu akbar. Amin. Allohu akbar. Mayli. Yaxshi boring. Yaxshi qol. Ur, chapdan ur. O'ydan. Aprikot ber bol. Nima bu qilgan ish endi? Uruni ur, 10 sekunding qoldi. Hozir tugaydi. O'yin bol. Yutishing kerak-ku, undan urgin. Undan mamlaqasiga urgin. Qochmaysanmi? Voy, men buni qochgan ishini qaranglar. Men agar o'rningda bo'lganimda, allaqachon nokaut bo'lgan bo'lardim menisi. Tushundingmi? Ey, sharmanda qilding odamni. Ursenchi, ur. Voy tavba. Nima qilyapsiz yarim kechasi? Ha, kirib damingizni olsangiz bo'lmaydimi? Oyjon, bilasiz-ku, boksni juda ham yaxshi ko'raman. Mash tugasin, ring tugasin, keyin uxlayman. Voy tavba. Nima balolarni ko'ryapsiz-a? Voy tavba. Voy. Oyjon, yaxshimisiz? Voy, nimagadir peshindan beri mana shu yerim sanchadi. Nozimaxon. Voy. Yuring oyijon, xonangizga boraylik. Nozimaxon. Oyijon. O'zi kecha borsak bo'lardi shifoxonaga. Voy. Bekor qaysarlik qildingiz. O'zi aynan qayeringiz og'riyapti? Mana shu yerim og'riyapti. Mana shu yerim. Voy. Oyijon. Menimcha ko'richak bo'lganga o'xshaysiz. Voy. Siz uni qayerdan bila qoldingiz? Axir tibbiyot kollejini bitirganman-ku. Voy. Lekin shunaqa bo'lsa, ancha vaqt yutqizdi oyijon. Kenaya, tez yordam telefonni ko'tarmayapti. Yaxshimisiz, oyi? Qarang. Akangiz mashinasining kalitini olib chiqing, boring. Oyijon, o'zim olib boraman shifoxonaga. Boring. Hozir. Voy. Mashina haydash bilasizmi? Bilaman oyijon, turing. Ketdik. Bormasak bo'lmaydi. Bo'ldi, Nozimaxon. Voy. Keling, yordamlashib boring. Voy. Oyijon, sekin turamiz. Keling, oyijon, keling. Tura olasizmi oyijon? Voy. Voy xudoyim. Voy. Oyijon, Voy. Oyijon, hammasi yaxshi bo'ladi, oyi. Voy bolam, ey. Kelinglar. Nima bo'ldi? qaranglar. Voy biqini. Voy.
Oyonim tuzalib ketadilar ya. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Nima bo'ldi ekan? Assalomu alaykum. Salima Haydarovaning qizlari bo'lasizlarmi? Ha? Ahvollari yaxshimi? Yaxshimi? Ha, tekshiruv natijalarini oldik. Hozir ko'rikdalar. Ularda taxmin qilganimizdek ko'rchak aniqlandi. Endi nima bo'ladi? Zudlik bilan operatsiya qilish kerak. Xavotirli joyi yo'q. Vaqtida olib kelgansizlar. Ahvollari yaxshimi? Yaxshi, lekin operatsiya qilishimiz kerak. Kerakli hujjatlarga qo'l qo'yib berasizlar. Yuringlar. Xo'p. Oyjon, o'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Ha, yaxshi. Yaxshi. Rahmat bolam. Yaxshiman. Unda yaxshi. Xo'sh, Voy. Ha, bolam. xullas, Ha. hammasi ortda qoldi. Sizga ruxsat berishdi, oyi. Voy, qanday yaxshi. Voy, qanday yaxshi. Oyonim suyim suvlab qoluvdi. To'ppa-to'g'ri. Rahmat qizim. Allohim sizni menga yetkazdi. Sizni o'zimcha ro'zg'orga tayyorlayman deb sizni qiynab qo'ydim-a? Yo'q, nega unaqa deysiz, oyjon? Axir bularni hammasini menga yaxshi bo'lsin deb qilgansiz-ku. Voy bolam, ey. Umringizdan baraka toping. Kam bo'lmang. Tarbiya bergan ota-onangizga ming rahmat. Rahmat, oyjon. Xullas, kelining sportchi bo'lsa, yuking yerda qolmas ekan. Sen ham sportchi bo'lasan. Voy, kenaymi sportga borganlar hammamizga yetadi. Ha, qara-ya. Xullas, oyi, Ha, bolam. shu yerda gaplashib o'tiraveramizmi? Yuringlar, ketdik. Ha, Ha, ketdik bo'lmasa. Ko'tarib olaymi, oyjon? Endi o'zim yuraman, bolam. Qani, Qani? ketdik. Yuringlar. Voy, kam bo'lmanglar, iloyim.